Sklerozlashgan panensefalit kasalligini sodda tushuntiradigan bo'lsam, qizamiq virusining asorati hisoblanadi. O'zi nomi bilan aytib turibdi. Qizamiq bo'lgandan keyin oradan 1 yil, 2 yildan to 28-30 yilgacha asorati bo'ladi. Ana o'sha asorati sklerozlashgan panensefalit kasalligi bo'ladi. Endi bunda vaksina olganmi, olmaganmi umuman daxli yo'q buni. Qizamiq bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Qizamiq virusidan keyin bola sog'lom hayot kechiradi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tadi. U vaqt 1 yildan 28-30 yilgacha bo'lishi mumkin. Endi savol berishyapti, qizingiz yoki shu kasallik bilan kasallangan bemorlar vaksina olganmi, olmaganmi deb. Uni ham ahamiyati yo'q. Sizni bolangiz vaksina xo'p oldi deydi. Qizamiq bo'ldimi? Bo'ldi qizamiq. Qizamiq bo'lgandan keyin panensefalit bo'lish ehtimoli bor. Vaksina qilinganda qizamiq bo'lmaydi, vaksina oldi degan tushuncha yo'q umuman. Vaksina nega olinadi? Vaksina o'sha virusni oz miqdorda organizmga jo'natish. Ya'ni organizmda o'sha virusga nisbatan antitela hosil qilish, immunitet hosil qilish hisoblanadi. Immunitet hosil qilgandan keyin ham bola agar qizamiq virusiga chalinadigan bo'lsa, tuzalib ketgandan keyin qonida antitelasini tekshirish kerak, analiz olish kerak. Shu virusni titrini bilish kerak. O'shandan oldini olsa bo'ladi. Bo'lmasa sklerozlashgan panensefalit kasalligiga uchrash ehtimoli bor. Kasallikka uchragandan keyin o'zini stadiyalari bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. 1-chi va 2-chi stadiyasini hech kim ajrata olmaydi pashti. 99% shifokorlar ajrata olmaydi. Chunki bolada injiqlik paydo bo'ladi. Nutqida tartibsizliklar kelib chiqadi. 3-chisi mayda bosh tashlashda sudragilar paydo bo'ladi. 4-chisida bola yotib qoladi. 4-chisiga o'tgandan keyin bolani koma holatiga tushib qolishi ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Komaga tushgandan keyin o'sha bola nobud bo'ladi. O'zbekistonda mana shu holat kuzatilayotgani uchun 40 ga yaqin bola nobud bo'ldi.